Assalomu alaykum guruhimiz aziz kuzatuvchilari, mana ko'rib turganingizdek XMG pogreshchigimiz oldiga kelganmiz. 1.8 kubaligida. Bunda bo'layotgan muammolardan palis vtulkalari ancha luft bo'lib qolgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana qovun shakliga kelgan mana. Tepa tomonni yeb tugatgan. Mana zavodskoy vtulkasi. Plastmassa vtulka bo'ladi. Ko'pchilik bilsa kerak. Va qolgan joylarini ham qilib beramiz, xudo xohlasa. Yo'qoqqan joylari bor. Korobkalarda muammolari bor. Stupitsa, qo'lni yo'q o'qiyotibdi deydigan. Eng asosiysi mana belini qildik, xudo xohlasa. Luft yo'q. Xudo xohlasa cho'tki bo'ldi. Yo'qoqqan joylarni ham soz qilib bersak, xudo xohlasa ishga tayyor bo'ladi. Ozmuncha vtulka joylari bor, ularni ham qilib beramiz inshaalloh. Ish jarayonida hali tashab boramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bitganda ham bir obzor qilamiz inshaalloh. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, akaxonlar bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Joyda remont qilib beramiz. Ishonchli, kafolatli servislarimiz mavjud. Bemalol aloqa chiqishingiz mumkin.